Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Hamma meni eshityaptimi? Hozir bir check up qilaylikchi. Well, chat. Значит, Og'zim ishlayotgan bo'lsa yaxshi. Rahmat. Agar xohlasalaringiz, yuzlaringizni ko'rsatsangiz bo'ladi. Agar bu yozib olinyapti. Xudo xolasa, unga ham qo'yiladi, YouTube'ga ham. Umumiy ajandani tashlagan edim. Shu nima bo'ladi desangiz, birinchi tanishuv bo'ladi Transformer haqida. Keyin bo'lsa o'sha Qwen modelni anonsi haqida, Foundation haqida beriladi ma'lumot. Undan so'ng bo'lsa praktika qilamiz. Va alaykum assalom. Davron, yaxshimisiz? Xo'sh, menimcha boshlasak bo'ladi. Hali vaqt bor ekan. Boshlaymiz. Hozir men setup qilishimiz kerak. Assalomu alaykum hammaga. Qani bizlar boshlasak bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'sh, bugun Qwen 3 haqida o'rganamiz. O'sha bunaqa narsani boshlashdan niyatim bu o'sha
chuqur bilimga ega bo'lish va o'sha bilimni boshqalarga ham ulashish. Ekran ko'rinyapti-ya hammaga. Hech qanaqa muammo bo'lmayapti. Alright, rahmat. Xo'sh, hozir boshlashdan oldin bir muz yorar degan narsa qilamiz. Bu nima desangiz, chatga yozasizlarda ismingiz nima, kasbingiz nima, hobbingiz nima, bu anavi nima deydi? Ice breaking deydi. Odamlar nima deydi? Uni sovuqqonlikni yo'qotish, odamlar bir-biriga yaqinroq bo'lish, unaqa nima deydi? Stress kamaytirish, unaqa hozir kimnidir nervous bo'layotgan bo'lsa, o'sha jahli chiqayotgan bo'lsa yo xavotir olayotgan bo'lsa, ular hammasi kamayadida. Shunaqa qilsak, chunki ro'yxatdan o'tgan odamlar 70 ta edi. Hozir esa bizlarda faqat 10 o'tishda. O'sha bo'lishi kerak. Hali mana o'sha payt qo'yganimda shu 20 nechi mingmi to'lov qiluvdim-da. Esimda yo'q. Hmm? O'sha payt. Ha, uzr. Uzr. Qolib ketdi audio. Mhm, mhm, mhm. Xo'sh, ungacha men ham o'zim tanishtirib turaman. Meni ismim Sardor, kasbim studentman, hobbi kitob o'qish, futbol o'ynayman bir ikki payt. Bugun nima o'rgandingiz? Bugun o'sha technical report o'qidim, shuni o'rgandim. Shu. Mhm, mhm. Tushunarli. Ko'proq odam chorlab qolaman yozishga. Hozir e, 2 minutdan keyin boshlaymiz. Nima deydi? Mm, Unaqa qilish maqsad shu, o'sha odamlar bir-biriga ko'proq tanishsin, unaqa nima deydi? E, Xavotir olishlikni, unaqa jahl chiqishlikni yoki bo'lmasa unaqa sal pal o'zini noqulay his qilishlikni kamaytirish maqsad. Bu meni birinchi qilishim, shunga nima deydi? Bitta xatolar bo'lishi mumkin, yo men ham nima deydi? Ozgina hayajonlanyapman, chinisini aytsam. Oramizda hamma ingliz tili bilan e, yaxshi-ya, hammani ingliz tili tushunadi. Chunki juda ham ko'p terminlar inglizchada bo'ladi. Men o'zbekcha tushuntirishga harakat qilaman. Men tushuntira olmashim ham mumkinda. O'shanga ko'p narsa inglizcha bo'ladi. Ko'p narsa qilishimiz kerakda, chunki o'zbek tiliga tarjima qilishga, o'zbekcha gapirishga.
Ishqilib shunaqa narsa bor. Judayam zo'r, judayam zo'r, judayam zo'r. Bunaqa boshlaymiz. Bo'lmasa bo'lmaydi. Bu ko'rinish kerak emasda. Mayli, menimcha bo'ldi, boshqa hech kim yozmaydi. Boshlaymiz. Xo'sh, Qwen 3 tahlili qilamiz. Qwen 3 o'tgan yili chiqqan. O'tgan yili avgustlarda. Xo'sh, muzayyalar qildik. Men haqimda, men ismim shu, Yunus degan o'qishda o'qiyman, magistr qilyapman. Generative AI ga qiziqaman va reinforcement learning ga qiziqaman. Bu reinforcement learning bu mustahkamlash o'rganish. Agarda savollaringiz bo'lsa, chatga bemalol yozingizlar yoki qo'l ko'taringizlar. Javob qilamiz, hal qilamiz vaqtida. Oxiriga saqlab qolish yaxshi ideya emas. Shuning uchun shunaqa qilamiz. Xo'sh, yana nima? O'rtacha bola, shu oddiy bola. Rek qilganmisan? Reinforcement, fine tuning. Fine tune oddiy modellar qilganman. Oxirgi modellarga vaqtim yetmagan qilishga yoki zerikkanman, boshqa narsa bo'lgan. Lekin LLM from scratch'ni qilyapman hozir. O'sha bo'lyapti, lekin juda ham ko'p vaqt olyapti. Ko'p vaqt olyapti. Shunga men shunaqa narsa qildimki, qani yigitlar, qani odamlar, Qwen 3 tushuntirib beraylikchi, mazmunini, mohiyatini. Mana bu plot. Rasmga qarasangiz, bu modellarni kelib chiqishi va boshlanishida. Masalan, qarasangiz bu yerda 2017da Transformer degan arxitektura chiqqan, paper chiqqan. O'sha paperdan so'ng o'sha paper boshlanib berishida o'zi. O'sha boshlanib berib ketgan. Keyin mana shu 2026gacha. 2026. GPT-2 qachon chiqdi? GPT-2.3 2022 chiqqan. Shunaqa asta-asta rivojlanish ketib, keyin bu yerda bitta boom bo'lgan, ana shu boom bilan yuribmizda hozir. Keyin yana bitta narsa shuki, mana bu bilayotgan hozir LLM rivojlanishni bunaqa tasavvur qilingizlar, qarangizlar. Birinchisi bu System 1, System 2, System 3 deymizda. System 1 bu nima desa, bu next token prediction yoki bo'lmasa nima deydi? Prosta output chiqarish. Nima deydi? Output token chiqarish. System 1. O'sha System 1 rivojlandi. Qaysidir davrgacha. Undan so'ng bo'lsa thinking model chiqdi. Thinking model bo'lsa, u o'sha prompt chiqarish emas, unga qo'shib birinchi o'ylash kerakligini olib kirdi. Bu System 2 o'ylash. Va hozir bo'lsa, o'zlaringiz topgan bo'lsalaringiz kerak, hozir System 3 ketyapti. Va 3 ta nima qiladi desangiz, 3 ta shunchaki bu agentic AI bo'lib ketdi. Qaysiki o'sha operatsiya qilishdi. Independent, mustaqil operatsiya qilib bajarishlikkacha chiqmoqda-da hozir System 3. Mana shunaqa tasavvur qilingizlar. Hozirgi bo'layotgan rivojlanishda LLMda.
Men bunaqa narsa qildim. Bu rasmga qarasangiz LLM train qilish juda ham qiyin narsada. Juda ham nima deydi, qiyin va zo'r narsa. Aslida bu yerda qarasangiz 2026 yilda train bo'layotgan o'sha token size, tokenlarni qancha ko'p data olib modelga berilyapti va o'sha model o'shani ustida o'rganilayotgan e, rasmi. Bu yerda qarasangiz 2017 yil o'sha Transformer 1 milliardga yetmasdan turib ishlatgan o'sha ma'lumot train qilishga token. Bu yerda token deylik, token. Va o'sha tokenlar anavisi kengayib ketgan. Yig'ilayotgan ma'lumotlar. Hozir qarasangiz 55 trillion. 55 trillion bu juda ham katta narsada o'ylashga. Sig'dirish ham qiyin. Masalan, Coin 3 36 trillion ishlatgan o'sha ma'lumot. 36 trillion token pre-training uchun faqat. Pre-training uchun. Shu endi bu narsa kengayib boradi, kengayib ketyapti. Lekin qaysi bir vaqtgacha to'xtaydi degan anavi bor, nima deydi, gipoteza bor. To'xtaydi va shundan keyin boshqa narsa qilish kerak. Lekin baribir ham kengayayotgan fakt bor. Bu narsa bo'lmoqda. Xo'sh, hozir endi bo'lsa transformerlar haqida tushuncha beraman. Birinchi o'rinda bizlar token nimaligini tushunib olishimiz kerak. Kim token nimaligini biladi-yu, kim bilmaydi. Token shu narsaki, sizda biz odamzod so'z bilan gaplashamiz, to'g'rimi? So'z, lekin modellar number kerak ularga. Numerical representative kerak. Shunda bizlar so'zlarda nimadir qilib, ularni shu raqam ko'rinishda qilishimiz kerak. Raqam ko'rinishda, shunchaki raqam. Raqam bo'lsa, keyin bizlar uni chipga beramiz, CPU ga, GPU ga ular uni hisoblaydi raqamlarni. Juda ham zo'r hisoblaydi. 3 ta turi bu word, subword and character byte. Bizlar hozirgi eng oxirgi modellar asosan o'sha subwordda ishlaydi. Qaysiki byte pair encoding desak bo'ladi. Bu mana bu bilan buni o'rtasi kesishmasi. Gibrid desak ham bo'ladi. Masalan, so'zma-so'z oladigan bo'lsak, masalan, ayiq, daraxt, har bir so'zga bizlar bittadan raqam o'ylab topamiz. Har bir so'zga bittadan raqam o'ylab topamiz va bu degani dunyoda qancha ko'p so'z bo'lsa, bizda shuncha ko'p bizlarda lug'atimiz bo'ladi, dictionary listimiz bo'ladi. Dunyoda so'zlar qancha? Juda ham ko'pda. U trilliondan ham oshib ketadi. O'sha token anosi oshib ketadi undan ham. Bu to'g'ri kelmaydi. Bunaqa qilsak, so'zlar tokenlar qaytarilishi mumkin. Masalan, ayiq, ay bitta token, iq ikkita token, dar 3-chi token, a 5 ketdi shu bilan. Masalan, bu dar degan anavi so'z boshqa so'zga kelishi mumkin, boshqa so'zga qo'shimcha bo'lib. Va o'shanda bizlar yangi lug'atdagi raqam olib topmaymizdan, shunchaki o'shani ishlatamiz, qayta ishlatamiz. Bu degani o'sha juda ham ko'p bo'lgan o'sha lug'atimizni qisqartirsak bo'ladi. Qanchadir qismgacha. Uni juda ham qisqartirsak bo'ladi. Mana shu logika orqali byte, character byte qilsak. Qaysiki a ni bitta qilib olamiz, y ni bitta qilib olamiz, I, q, daraxtni d, r bittadan olsak, unda bizlarning lug'atimiz juda ham kichkina bo'ladi. Masalan, aytaylik, oddiy, juda ham qisqa, juda ham oddiy qilib hisoblasak, 256 ta desak ham bo'ladi-da. 256 ta lug'at qilamiz. O'sha 256 tani qaytadan ishlatsak bo'ladi. Lekin bu ham muammo. Muammo shuki, sequence length kattarib ketadi. Sequence length bu modelga bir vaqtda qancha token kira olishini ta'minlab beradigan narsa, sequence length. Mana shu muammo bo'lgani uchun bizlar character byte ishlatmaymiz, bizlar subword ishlatamiz. Bu o'zi bitta katta olam, train qilish bu teoriyada oson, lekin praktikada bitta muammolar chiqib keladi, u muammolarni hal qilish kerak. Engineering muammolar chiqib keladi, asosan. Xo'sh, tokenizer nimaligini tushunib oldik, to'g'rimi? Hamma tushundi? Token shunchaki so'zni integer qilib olamiz. Yoki so'zni raqam ko'rinishida o'tkazib olamiz, bo'ldi. Hamma tushundi deb o'ylayman. Rahmat, Abdurahmon.
men chatga qarab turibman. O'z vaqtida savollaringiz bo'lsa yozib beringizlar. Bu hech qanaqa nima deydi, official narsa emas. Bu o'zimizdan o'zimizga-da, tushunasizmi? То есть friendly narsa. Meeting. Ikkinchi narsa embedding haqida o'tamiz. Xo'sh, bizlar tokenni anaga o'tkazib oldik, to'g'rimi? Tokenni integerga o'tkazib oldik. So'zni integerga o'tkazib oldik. Integerni bizlar embeddingga o'tkazishimiz kerakda. Embeddingga o'tkazishimiz shart. Chunki embedding bu qaysi so'zga yaqin, o'sha embedding bo'lsa bizlar uni katta bir ko'rinmaydigan spacega joylashtirsak bo'ladida. Anaga nima deydi? Bitta space tasavvur qiling, 3D yoki 4D har bir vektor bu bitta token deymiz. Tokenni joylashgan joyi, o'sha nuqtalar joylashgan joyi bu qaysi so'z bir-biriga yaqinligini isbotlab beradigan narsada. Shuning uchun bizlar embedding ishlatamiz. Embeddingdan boshqa narsa yo'q, boshqa o'ylangan maqsad yo'q. Maqsad shuki, qaysi so'z qaysi so'zga yaqinligini tushuntirish kerak. Authentication token bilan va tokenda nima farqi bor? Authentication token bu menimcha bu token bu general so'z. Bizdagi token bu shunchaki raqamlar ko'rinishi. Masalan, authentication token bu menimcha security'dagi yoki bo'lmasa o'sha boshqa sohadagi token bo'lsa kerak. Xo'sh, embeddingni tushundik, to'g'rimi? Bizlar Assalomu alaykum. Menda savol bor edi embedding bo'yicha. aha. O'zbek tili uchun qanaqa embedding modellari yaxshi ishlaydi? O'zbek tili uchun Qwen 3 tokenizeri, Qwen 3 o'zbek tiliga train qilingan. Menimcha Qwen 3 ishlasa kerak. Aniq bilmadim uni, aniq tekshirib ko'rganim yo'q. Shu aniq tekshirganim yo'q uni. Yo'q, misol uchun rang qurishda yoki retrieval augmentationlarda embedding embedding bo'yicha bo'linadi-yu. Bir-biriga o'xshashligi solishtirilib, Shunday. chiqarib beradi. O'shanda o'zbek tili uchun eng yaxshi embedding model qaysi? Nimani maslahat bera olasiz? Men maslahatim Google berganini qarab ko'rish kerak yoki bo'lmasa o'sha Qwen bo'lsa kerak. Chunki nimaga desangiz, men Qwen'da adashmasam, Qwen'da uzr, gapingiz bo'ldi, davom ettirsangiz bo'ladi. Chunki Qwen 3 ham anaga train qilingan o'zbek tiliga. Lekin qanchalik zo'r ishlashini bilmadim. O'shanga qarash kerak-da. То есть bu yerda qancha ko'p o'zbek token ishlatilganiga qarab tekshirish kerak-da o'sha embedding modelni. Menimcha Lekin embedding model Gemini ko'p bo'lsa kerak, Gemini'da. embeddingda faqat dictionary'ga qarash kerak manimcha, to'g'rimi? Dictionary qaysi boyatida yozilgani, qanaqa tartibda yozilgani, asosiy shu narsaga e'tibor qilib, buni shu bo'yicha tanlagan yaxshiroq bo'lishi. Boshqadan takrorlar olasizmi? Eshitmadim. Embedding nimaga asoslangan yaxshi dedingiz? Embedding qilayotgan paytda dictionary'ga qarab tanlagan yaxshiroqmi deb aytmoqchi edim. Tushunolmadim. Chatga yozing, chatga. Xo'p, Sardor aka savol bor edi. Embedding modellar bo'ladi, misol uchun Begafort. Shular qanday qilinadi? Misol uchun train qilinadi, loss funksiya qanday hisoblanadi ularda? Oddiy misol uchun bizdagi klassifikatsiya muammodagi loss funksiyalardan yoki regressiyadagi loss funksiyalardan farq qilsa kerak embedding modellardagi loss funksiyalar train qilishda. Chunki bizga 64 o'lchamdami yoki 128 o'lchamdami aniq bitta vektor fazo chiqarib berish kerak. O'shani xatoligini qanaqa funksiyaga nisbatan solishtirib backpropagationda ishlatamiz. Endi men bilishimcha embedding modelda o'sha katta til modeli bilan birga train bo'ladi. O'sha loss function ham bitta bo'lib chiqadi. O'sha loss function, umumiy loss function bunga ham to'g'ri keladi. Endi masalan, boshqa embedding modellarimiz ham bor. Masalan, aytganingizdek back of nima edi? Back of wordsmi? U nima edi u yerda? Back of wordsda uni loss function.
uni esimdan chiqaribman to'xtangchi hozir. Endi unda masalan o'zbek tiliga qaysi yaxshi desangiz, o'sha back of wordsda ham, boshqasida ham loss function baribir ham bir xil bo'lsa kerak menimcha. Farq qiladi, bir-biridan farq qiladi. Imaging model. Mayli, buni oxirida qaraylik. Buni oxirida qaraylik. Bu yaxshi so'z. Bu yaxshi savol. Oxirida Keyin manda yana embedding bo'yicha savollarim bor edi. Misol uchun, xo'p, transformer modellarda o'sha positional encoding ishlatiladi-yu. Periodic periodic positional encoding bilan rotational positional encoding bular ham transformer arxitekturasida ishlatiladimi? Nima farqi bor? Birinchi marta eshitishim bularni. ishlar. Buni hozir tushuntirib beraman kelayotganda. Birinchi tushuntirib bo'lgandan keyin savol beringlar. Savolni tushuntirib bo'lgandan keyin bersa bo'lmaydimi? Bunaqada hozir birinchi tushunib olaylik. Bo'ldi. Bo'lmasa, chatga yozingizlar, savollarni o'sha savolni keyin hal qilamiz. O'sha positional encodinglarni keyin hal qilamiz. Xo'p, embedding tushunib oldik. O'sha vektor ko'rinishda ta'sirlab beradi. Keyin bu yerda ikkinchi savol borki, xo'sh, embedding bo'lsa, bizlar uni qaysi embeddingga yaqinligini qanaqa ko'rsatsak bo'ladi? O'sha token, o'sha transformerga kirayotganda birinchi token, ikkinchi token bir-biriga yaqin, uchinchi, to'rtinchi token bo'lsa bir-biriga yaqin emasligini, o'sha qolgan tokenlardan ko'ra yaqin emasligini qilishga bizlar positional embedding ishlatamiz yoki bo'lmasa boshqa embedding ishlatamiz. O'sha ham embeddingga kirib ketadi. Turlari masalan mana bu yerda ikkita tur qilib qo'yganman. Rotational and periodic. Embedding o'tdi. Keyingisi attention mexanizm. Shu attention hammalaringiz bilasiz kerak. Bilmaganlar uchun bu o'sha juda ham efficient, parallel computation qilishga juda ham efficient bo'lgan formula, algoritm. Qaysiki shunchaki bu yerda o'sha kelgan embeddingni olaylikda. Embeddingda bu 3D kub deb olaylik. Birinchi tarafi bu token, ikkinchi tarafi har bir tokenga bizlar o'sha vektor embedding space beramiz. Embedding beramiz, dimension, embedding dimension bor. Bu yerda bo'lsa tokenlar, 3D bo'lsa bu batch size. O'sha 3D bo'lgan matrix yoki tensor deylik, o'sha tensor kiryapti mana bu yerga. Bu yerga kirib kelganda bizlar mana shuni 3 ta linear layer degan narsa bor. 3 ta linear layer ishlatib bizlar undan query, key, value olib chiqamiz. Embedding bor, 3D katta. O'shani bizlar bittasini 3 ta linear layerga beramiz. 3 ta linear layer bu ortiq har xil. Va o'shani berganda query va key computationga ketadi. Value bo'lsa oxirida hisoblaymiz value. Endi bu qayerdan kelib chiqqan desangiz, bu xuddi databazaga o'xshaydi. Query, key, value o'sha SQL ga o'xshab ketadi. O'shanaqa qilib yotlab olsangiz bo'ladi. Xo'sh, nima qilamiz? Bu yerda ko'paytiruv, query va key ko'paytiramiz. Keyin uni scale qilamiz. Scale qilishdan maqsad prosta normalize, train bo'layotganda o'sha inconsistency kamaytirish va train bo'lgandan so'ng mask beramiz. Mask berishimizdan maqsadimiz bu hozir mask berishdan maqsadimiz bizlar autoregressive modelda train qilganimiz uchun o'sha mask keyingisi kelayotgan tokenlarni ko'rmaymiz xolos. Shu. Keyin softmax degan funksiya beramiz. Bu non-linear funksiya. Non-linear funksiya berishimizdan maqsad mana bu yerda qanaqadir narsani nima deydi? Non-linear narsani yodlab qolish, non-linear hisoblash. Yoki bo'lmasa o'sha softmax bilsangiz, softmax nima deydi? Sigmoiddan boshqa funksiyadan farq qiladiki, bu yerda o'sha probabilistic deb berib chiqadi har bir anoga. Nima chiqayotgan o'sha
token embedding vektoriga deylik. O'shandan chiqqandan so'ng buni bizlar aniga ko'paytiramiz. Value matrisaga yoki value vektorga. Bu yerda qarasangiz, yana bitta ahamiyatli berish kerak narsa value oxirida bormoqda. Men bu yerda juda ham ko'p kitob ketmoqda, value oxirida bormoqda. Mana shunga ahamiyat berish kerak va bunaqa attention narsalar bu transformer blokni yuragi. Qayerda o'sha nima deydi, kim kimga yaqin, kim kimga do'st yoki kim kimga dushmanligini aniqlab beradi o'sha har bir token. Shunaqa tushunsak bo'ladi. Va mana bu yerda graf bor. Buni o'sha videodan olganman. Bu videoni ko'rish kerak. Mendan ham yaxshi tushuntirib beradi. Bu video juda ham zo'r video. Ishqilib, u yerdagi juda ham ko'p attention mexanizm bo'ladi va u yerda plus feed forward network bo'ladi. Feed forward network plus attention mexanizmi bu transformer block bo'ldi. Boshqa sekreti yo'q. Xo'sh, mana shunaqa sekvens ko'paysa, o'sha sekvensning oxirida bizlar keyin tugagandan so'ng linear layer tugagandan so'ng bo'lsa bizlar undan chiqarib oxirida keyingi so'z berilayotganda keyingi so'z nima deb, keyingi token nima deb prediction beramiz. Xuddi mana bu yerdagi softmaxga o'xshab. O'sha linear layer, keyin softmax, keyin probabilistic output chiqib keladi. Xo'sh, mana bu original transformer o'qish sal qiyin bo'lishi mumkin transformerning boshida. Xo'sh, bu yerda ahamiyat beradigan narsa shuki, mana buni olib tashlaymiz. Embedding kiradi. Attentionni beramiz, hisoblaymiz, keyin normalize qilamiz. Keyin feed forward. Bularni olib tashlaymiz. Bular kerak emas. Bular hammasi yo'qolib, bizlarda yangi qisqartirilgan ixchamgina scale qilishga juda ham zo'r arxitektura bo'lib kelib chiqadi. Xuddi mana bu yerga o'xshab. Mana bu original 2017-yildagi. Mana bu o'tgan yilgi yo hozirgi desak ham bo'ladi. Hozirgi struktura. Juda ko'p narsa olib tashlangan, almashtirilgan. Mana so'z kirmoqda, embedding kiradi, keyin normalizationni birinchiga qo'ydik, keyin bo'lsa o'sha attention turlari ko'p, tushuntirib beraman turlarini. Bu bitta turi, shunchaki bitta turi va undan so'ng mana bu nima deydi? Feed forward network. Prosta linear layerlarni sequence. Undan keyin yana normalization softmax. Mana shu umumiy holatda umumiy transformerlar desak bo'ladi. Umumiy transformerlar. Odatda mana bu yerda nechta bunaqa narsa takrorlanadi desangiz, 16 ta, 64 ta, qancha ko'p sig'sa o'sha GPU'ga yoki qancha ko'p xohlasangiz. Xo'sh, bu yerda juda ham ko'p har xil anlar kirib ketgan ekan. Transformer tushunib oldik. Undan keyin pre-training 3 ta turi bor train qilishga, o'sha modellarda 3 ta stepi bor. Birinchisi pre-training, keyin fine tuning, keyin o'sha alignment degan narsasi bor. Buni qisqacha tushuntirib beraman. Pre-trainingda o'sha katta trillion ma'lumotni olamiz dedik. Masalan, bu yerda mana bu yerda qarasangiz 36 ta trillion ma'lumotni olib biz modelga berib model train qilamiz. O'sha keyin model o'sha base model bo'ladi. Uni maqsadi keyingi tokenni aytib berish xolos, bo'ldi. Boshqa hech narsa bilmaydi, u muzlatilgan, bo'ldi, tamom. Bu tugagandan so'ng fine tuning keladi. Bu yerda bo'lsa bizda o'sha odamlar yozib chiqqan, odamlar annotate qilib chiqqan nima deydi? Dataset bor. U chat bo'lishi mumkin yoki boshqa narsa. Savol beriladi, kutilgan javob, savol, kutilgan javob, savol, kutilgan javob. Va unga bizlar fine tune qilamiz. Supervised fine tune. Keyin oxirida bo'lsa o'sha supervised fine tuningni keyingi levelga olib chiqish. Uni nima deydi? Ko'proq ko'zga yoqadigan, ko'proq to'g'ri ishlaydigan qilib chiqarishga bu RLHF yordam beradi. RLHF juda ko'p eshitgan bo'lsalaringiz kerak. Buni ham tushuntiramiz. Bu yerda maqsad shunchaki keyingi undan ko'proq yaxshilash. Mana bu pre-trained bo'lgan va SFT bo'lingan modelda. Xo'sh, modelni tushunib oldik menimcha. Hamma tushundi yo tushunmaganlar bo'lsa, savol saqlab turingizlar. Chatga yozingizlar. Xo'sh, QM modelni innovatsiyasi. Bu yerda har xil innovatsiyalar bor. Birinchisi bu activation functionni bizlar o'zgartirganmiz.
sui glu degan functionga o'zgartirganmiz. Ikkinchisi layer normdan bizlar RMC normga o'zgartirdik va attentionni group attentionga o'zgartirdik. Group query attentionga o'zgartirdik. Va undan oldin bitta do'stimiz aytuvdi, positional embedding ishlatilardi oldin. Hozir o'sha embeddingni bizlar u yerda emas, kelinglar shuni attention ichiga qilib ko'raylik deb rope degan embeddingni ishlashni boshladik. O'sha umumiy overview shu. Endi boshqa narsaga o'tamiz. Xo'sh, nega grouped query attention? Birinchi o'rinda bizlarda multi-head attention degan narsa bor edi boshida. Bu bizlarda juda ham ko'p bunaqa value key querylar bo'ladi. Juda ham ko'p bo'ladi va o'shalarni har biri o'zi attention hisoblanadi. Mana masalan, mana bu bitta, bu ikkinchi head, uchinchi head va bunaqa headerlar juda ham ko'p bo'lardi odatda. Bu yerda nima desangiz, masalan, o'sha kelayotgan embedding bunga kiradi, kelayotgan embedding bunga kiradi, bunga kiradi va bunga kiradi. Va xuddi shu embedding bularga ham kirardi-da, tushunasizmi? Parallel shunaqa ko'p anurlar bor edi. Nima deydi? Og'irliklari, weightlari bor edi. O'sha value'larda. O'sha og'irligi bo'lib, u og'irligi bo'lib, har bir o'sha query'ni yo har bir keyni o'zini value'si va query'si bo'lardi. Va multi-headlar odatda 16 ta, 8 ta, 4 ta o'shanaqa bo'lardi. Har bir attention layer ichida. Uncha yaxshilab tushuntira olmadim-ku. O'sha men bu yerda self attentionda ichida ko'rasiz, value key query bor. O'sha value key query'lar odatda ko'p bo'ladi. In parallel ko'p bo'ladi va o'shalardan chiqayotgan har bir javob bu o'sha head deb ataymiz. Bu mana shu multi head. Endi bizlar group query attention ishlatyapmiz. Qayerdaki query'lar qolaversin, o'sha dimensionida, o'sha katta dimensionida qolaversin, juda ham ko'p bo'laversin, lekin key va value'ni kamaytiraylik. Key va value'ni kamaytiraylik. Bundan asosiy maqsad shuki computationni kamaytirish. O'sha nima deydi? Hisob-kitob o'sha computation flopsda bo'lgan operatsiyalarni kamaytirish va tezroq train qilish. Maqsad, asosiy maqsad. Mana shu grouped query attention. Keyin bu yerda multi query attention bor. Multi query attentionda faqat bitta va bitta key va bitta value chiqib kelmoqda. Lekin query'lar bo'lsa bir nechta. Mana shu maqsad. Keyin mana masalan yana bitta aytishdan chiqibdi meni. Bu yerda maqsad yana bittasi bu Kiwi Cachedagi muammo. Kiwi Cache bu qilayotgan o'sha attentionda qilayotgan hisoblayotgan narsalaringizni saqlab turadigan bitta omborcha. Kiwi degani o'sha keyni va query'ni saqlaydigan omborcha. O'sha omborchamiz agarda bizlar mana bu headni ko'paytirsak va mana buni dimensioni katta bo'lsa, bu tez to'lib qoladi-da. O'sha yoki bo'lmasa o'sha bizda modelimiz kelayotgan o'sha tokenlar hajmi juda ham katta bo'lsa, unda ham muammo. Chunki Kiwi Cache asosan GPUni memoriyasida saqlanadi-da. O'sha muammoga ham yechim qilib, o'sha grouped query'ni ishlatishadi. Mana shu hozir modada. Xo'sh, grouped query attention'ni tushunib oldik, to'g'rimi? Bu yerda value kelmoqda, key va query va bizlarda faqat key bilan value'ni bizlar kamaytiramiz 2 barobar. Har bitta value'ga ikkita key, ikkita value. Xo'sh, undan keyingi innovatsiya bu SWI GLU, Swiss Gated Linear Unit ekan. Buni maqsadi bo'lsa efficient data flow. Mana bu formula. Formula shuki, mana bu kelayotgan narsa, kelayotgan tensor deylik. O'sha kelayotgan tensorni bizlar 2 ga bo'lamiz. O'sha 2 ga bo'lib, tensorda bitta qismi bu yerga ketadi. Oddiy bitta linear layer hisoblanadi va bu yerda bo'lsa, bizlar uni yana xuddi linearga o'xshab hisoblaymiz. Ikkita javob chiqdi.
bu linearga bo'lsa bizlar mana bu Swiss degan attentionni beramiz. Swiss degan funksiyani beramiz. Bu funksiya nima qiladiki, o'sha 0 dan past bo'lsa, odatiy imij shuki, 0 dan past bo'lsa u 0 beradi, 0 dan tepa bo'lsa u o'zini raqamini beradi. Lekin bu yerda kichkinagina narsa borki, ahamiyat bersangiz, mana bu yerda Swissda mana bu kamayapti, sal tushgan pastda. Bu bunaqa kichkinagina o'zgartirish, bu shunchaki back propagation bo'layotganda, o'sha gradient flow kelayotganda uni anavi smoothlashtirish, unaqa osonlashtirish. Asosiy maqsad shu, shuning uchun Swiss ishlatyapti va yana Swiss ishlatgani bu anavi praktika ekan, yaxshiroq chiqarayotgan ekan o'sha Swiss nonlinear funksiyasi. O'sha Swissdan chiqqan javobni bizlar element wise multiplication qilamiz. Element wise. Dot product emas, element wise ko'paytiramiz. Chunki bu bilan element wise bo'lsa, bu ikkalasi 2 ga bo'linmaydi, ikkalasi 2 ta bo'lib chiqadi. 2 ta bo'lib chiqadi, 2 ta. Copy qilamiz shunchaki. Copy qilib bunga ketadi, copy bunga ketadi. Bunda element wise multiplication qilamiz. Bundan chiqqanda yana bitta linear layerga beramiz. Linear layer hamma tushunadi. Linear menimcha ham linear layer oddiy narsa. Bu xuddi neyronga o'xshab ketadi. Dumaloq bo'ladi. Men qayerda chizsam bo'lar ekan? Hozir to'xtangizda men chizib berishim kerak shuni. Hozir. Xo'sh, linear layer bu shunchaki nodlar bor. Okay, bu yerda linear layer bu shunchaki nodlar bor. O'sha nodlarga har xil nodlar kiradi. Bu nima deydi? Bitta neyronda bo'laylik. Mana bu informatsiya input bunga kiradi, bunga boradi, aytilgan bo'lsa yoki bunga boradi va bu bunga boradi va bu yerda bo'lsa ichida o'zini weight bor, keyin bias'i bor. Keyin o'shani ko'paytirib, qo'shib pingiga jo'natadi. Shunchaki shunaqa layer, shunaqa oddiy narsa. Shunaqa tushunishingizni istardim. Mana shu ko'rib turibsizlar, mana bu yerda endi bu formulaga kelsak, tushuntirib bersam formulani. X bu kirayotgan input. Mana bu yerda kirayotgan input X. Weight bilan weight bilan B bu mana bu yerdagi weight bilan bias, buni ichidagi og'irligi, mana ichidagi og'irligi. Keyin bundan chiqib biz element wise ko'paytiramiz. Element wise bu mana buni weight, mana bu V bilan C, bu mana buni weight bilan buni bias'i. Mana shunaqa o'zgartirilish bo'ldi oxirgi LLMlarda. Avval bilsalaringiz shunchaki umumiy bitta nonlinear berib yuboriladi, keyin chiqilinardi o'shanda. Hozir bo'lsa nonlinear faqat qismiga berilyapti-da, qismga nima edi, chala bo'lib chiqyapti. Bu yerda nonlinearity umumiy nonlinearity emas, lekin chala bo'lib chiqyapti-da. O'shanga ahamiyat berish kerak. O'shanaqa o'zgarishi bor. Keyin bu yerda B bor. B bu hyperparametr ekan. 0 dan 1 gacha bo'lgan hyperparam. Bu o'sha Swiss gated linear unit. Bu bo'lsa grouped query va bu yerda ROP. Nimaga ROP desangiz, avval positional embedding ishlatilardi. Absolute positional embedding. Absolute positional embeddingdan ko'ra biz ROP-ga o'tdik, chunki ROP bu nima desam ekan, ROP-da faqat biz ROP-ni ishlatamiz faqatgina kerakli joyda, faqatgina o'sha attention ichida bo'layotganda ishlatamiz. Boshqa payt bizga kerak bo'lmagani uchun odatda o'sha positional embeddinglar biz uni attention ichiga o'tkazishga qaror qildik. Attention ichiga o'tkazib, biz o'tkazganda faqatgina key bilan value ga bizlar o'shanaqa beramiz. Nima deydi?
positional embedding beramiz. Masalan, birinchi token, ikkinchi token, uchinchi tokenlarimiz, masalan, 10 ta token bor deylik. O'sha birinchi tokenimiz qanaqadir bitta angle da bo'ladi. Ikkinchi tokenimiz o'sha angledan qanaqadir delta angle o'zgartirilgan bo'ladi. O'sha birinchi angle, ikkinchi angle birinchi angledan ko'ra alfa angle o'zgartirilgan bo'ladi. Uchinchisi bo'lsa yana o'zgartirilgan. 4 yana o'zgartirilgan. Shunaqa qilib o'zgartirilib ketiladi. Mana bu yerda misol bor. Bu yerda birinchisiga qarasangiz, mana bu qizil yoki mana bu ko'k o'zgaradi z axisda. Bu yerda qarasangiz, bu x axisda o'zgaradi. Bu x axisda bo'lsa kerak. X axisda o'zgaradi. Shunaqa qilib o'zgarib ketilanadi. Shunaqa o'zgarlanib, bizning embeddingimiz sal yangilanadi. Ichida raqamlar yangilanadi, chunki o'sha qanaqadir angle bergan bo'lamiz. O'sha angle berildi, ular yangilandi. Yangilangandan so'ng bizlar uni attention mexanizm berib ko'paytiramiz. Mana bu yerda chiroyli tushuntirib berilgan o'sha paperda qaysiki bizda position bor. O'sha embedding olib birinchisi olamiz. Buni o'sha 2D deb tasavvur qilsak, o'sha 2D ga tushadi bitta joyga. Ikkinchisi bo'lsa o'sha m angle ga, o'sha theta 1 ga qarab m ko'paytirib theta 1 qilib o'zgartiramiz. Nima deydi? Relativ o'zgarilib ketaveradi. Bu yerda mana bu token bu faqatgina key va query. Bu yerda umumiy hamma narsa. Bu yerda faqatgina key va query. Va bu yerda ahamiyat berishingiz kerak. Value ga bermayapmiz. Va grouped bo'lyapti. Keyin plus berayotganimizda mana bu yerda skip connection bor. Skip connection qilib, mana bu yerdagi bo'lgan o'sha 3D matrixani yoki tensorni olib biz qo'shyapmiz. Va mana bu yerda bo'layotgan o'sha key va queryni o'sha relative embeddingi kamayadi, anisi nima deydi? Global influence kamayadi-da. Shu narsasi bor robda. Mana shuni tushuntirdik. Tushundingiz degan umiddaman. Keyin bo'lsa yana bitta narsa, bu RMS norm degan normalization ishlatgan. O'sha neural networklarda bizlar normalization ishlatamiz. Bu o'sha gradientlarni ishlab turishga, mana bular gradient exploding, vanishing degan narsalar bor. O'sha gradient yo'qolib qoladi, hamma narsa chirpalchin bo'lib ketadi. O'shani yo'qotish uchun va ta'minlash uchun, o'rganishni o'sha stabillashtirish uchun normalization ishlatamiz. Bunaqa normlar juda ham ko'p. Bilsalaringiz kerak, batch norm bor edi, layer norm, keyin nima instance norm, group norm va hokazo. Asosan o'sha NLPda layer norm. O'sha layer norm ishlatilinib, bu qanaqa ishlaydi desa, layer norm mana bu yerda batch desak, har bir batchga bittadan. Masalan, mana bu batch independent, mustaqil o'zi hisoblanadi o'sha layer normda. Batch normda bo'lsa, bilsalaringiz, mana bu batch sifatga ketilardi. Masalan, mana bu kubik, mana bu 3D kubik hisoblanardi. Mana shu kubik juda ham yaxshi narsa tushunishga, masalan, nima deydi, mezga chizib tushunishga. Mana shu kubik hamma joyda bo'ladi, o'sha modellik boshida, oxirida hamma joyda shunaqa 3D tasavvur qiling. Embedding size degani bu o'sha bizlar embedding modelda sizeimiz. Mana bu shuncha size bo'lib ketadi mana bu yerda. Cho'zilinadi. Mana shu nima deylik, buni x axis deylik. Context size desak, bu nechta token kira oladi? Nechta token kira oladi o'sha mana bu layer normga, любой joyga. Nechta token kira oladi? Va bizlarda mana bu layer bo'lsa, mana bu dimension bo'lsa, bu batch. Bu yerda 3 ta turibdi. Asosan bilsangiz 64 hokazo boshqa narsa ishlatiladi. Mana shu kubik x deb tasavvur qiling. Yo, bu yerda x emas, mana bu x deb tasavvur qiling. Mana bu kesilgani, mana bu batch, bitta batch bo'lib kiradi. Bu yerda o'sha uniform remove keyin bu yerda normalization bo'lyapti, L2 normalization. Keyin bu yerda scaling qilinyapti. Va bundan y chiqyapti. Keyin bu yerda scale shift degan narsa ishlatiladi layer normda. Umumiy overview va root mean square norm bo'lsa, bu root mean square degani bu bo'lsa, mana shu layer normda ixcham versiyasi.
yana nimaga ixcham desangiz, o'sha computationga tezroq bo'lishga, o'sha nima deydi, scale qilayotganda muammolar olib kelmasin, unaqa bottleneck bo'lmasin deb olib tashlangan. Normalization qolgan, scaling qolgan. Mana bu uniform removal olib tashlaganmiz. Uniform removal bu juda ham xunuk tushuntiribdi, qiyin qilib. Shunchaki bizlarda masalan mean bor deylik, o'sha distributionimiz bor, o'sha mean bor. O'sha bir raqamda o'sha meanga olib kirishadi, o'sha meanga olib kirib, o'sha nima deydi, kamaytirishadi. O'sha har bir pointni 2D grafda hisoblaylik, o'sha pointni meanga yaqinlashtirishadi. O'shani olib tashlab, shunchaki normalize scaling qilib, keyin yana scale qo'shgan, shift ham olib tashlangan, scale qo'shib, o'sha normalizationdan keyin z chiqib kelgan, z. Shu narsa. Bu paperda bu narsani o'sha LMC norm olib chiqqan va buni Qwenga qo'llashgan. Qwen bilsalaringiz, Qwen'da boshida Qwen 1 chiqqan, keyin 2 chiqqan, keyin 2,5, 2,5, keyin 3, keyin 3,5, keyin yana ko'proq chiqqan. Biz hozir Qwen 3 ni muhokama qilyapmiz. Hozirgi mana bu yerda bo'lgan yangiliklar asosan bu Qwen 1 da. Qwen 1 da. O'sha RMC norm deylik yoki bo'lmasa group query attention. Qwen 2, 2,5larda yangiliklar bor ichida. Ular bo'lsa context size kengaytirilgan yoki bo'lmasa o'sha number of transformer bloklarni ko'paytirgan va data ko'p yig'ib, ko'p topshirgan. Va bu yerda farq o'sha reinforcement learningda ham farqi bor bu yerda. O'sha fine alignment qilayotganda biz Qwen 3 haqida gaplashyapmiz. Xo'sh, Qwen 3 da o'sha bu yerda Qwen 3 nima olib kelgan desangiz, reasoning va architectural cleanup. O'sha reasoning modellari olib kirib, o'sha thinking non thinkingni bittaga olib kirgan. Va architectural cleanup Qwen 2 da boshqacha bir caching bor edi. O'sha Kiwi cache da boshqacha cache qilardi va uni yo'qotib bizlar Kiwi norm qo'shgan ekan. Kiwi norm qo'shgan. Qaysiki mana bu norm bu RMS norm. Mana bu norm, RMS norm. Va bu yerda mixture of expert bor. Dropped shared expert can use and adopt a global batch load balancing loss to expert specialization. Keyin o'sha buni qo'shgan. Qwen 2,5 da ham bo'lgan, buni olib tashlangan. Keyin bo'lsa ko'p so'zga qo'shishgan, multilingual support qilib 29 tadan 119 taga. Buni ichida o'zbek tili ham bor. O'zbek tili ham bor. Xo'sh, Qwen 3 dagi narsalar bu birinchi bu pre-training bo'lgan. Qayerdaki birinchi general step o'sha 4096 ta token bilan bo'lib bizlar model train qilib olganmiz, o'sha base model va bu yerda juda ham katta tokenlar ishlab data train qilingan. Masalan, 36 trillion token ishlab train qilingan. Undan keyin bo'lsa, o'sha tayyor bo'lgandan keyin reasoning stage kelib, o'sha thinking modelni rivojlantirgan. Thinking modelni rivojlantirib, keyin bo'lsa long context stage berib, o'sha kirayotgan tokenlar 4096 ta emas, undan da ko'proq token kirishga xizmat qilgan. O'sha 3-stage. O'sha 3 ta narsa qilib train qilingan. Mana bu yerda qarasalaringiz bo'ladi. Qwen 3 bu yerda har xil modellari bor. Dense layer bor, keyin mixture of expert bor. Dense layer bu shuki o'sha feed forward network faqat bitta. Tamom. Mana bu ko'ryapsizmi, mana bu narsani. Mana shu yerda bo'layotgan hisob-kitob faqat bitta. Buni biz dense layer deb hisoblaymiz. Dense layer deb ataymiz, dense model deb atalanadi. Va bu yerda mixture of expert bor. U yerda bo'lsa o'sha feed forward network bir nechta. Masalan, aytaylik, bu yerda nechta qilgan ekan? Ekspertlar 128 ta ekspert ekan, 128 ta ekspert. Har bir o'sha nima deydi? O'sha attention transformer blokda.
E, 235 ga qaraylik, chunki asosan o'sha 235 da bular train qilgan, qolganlarida ular o'sha quantity distillation qilgan. O'sha bu yerda 235 da qarasangiz 94 ta layer. 99 ta layer degani o'sha transformer blokda 94 ta degani. Mana bu yerdagi n raqam 94 ta. Head bo'lsa 64 ta. O'sha query 64 ta, kiwi bo'lsa 4 ta. Head bu har bir o'sha transformer blokni ichida o'sha transformer o'sha attention ichida biz aytdik query bor, key bor, value bor. Ular hammasi grouped. O'sha kiwi bo'lsa, key value'da bo'lsa ular kam. Query bo'lsa 64 ekan. Export tushunarli. Context length bu o'sha 128 mingta token o'z vaqtida kiradi. Bir vaqtda modelga kirib, keyin oxirida plus bitta javob chiqaradi. Xo'sh, mana shu yangiliklar ko'rinishda pre-training model o'zgartirgan, keyin arxitektural o'zgartirish, keyin bu yerda post training qilishgan ular. Post training nimaga kerak desangiz, masalan, bizda modelimiz okey, bizlarda model tayyor, u next token prediction qiladi. Lekin bizga next tokenimiz asosli bo'lsin yoki to'g'ri bo'lsin, unaqa nima deydi, keraksiz narsalar olib chiqmasindagi, faqat bizga kerak narsani olib kirish uchun biz o'sha post training ishlatamiz. Post training keyin o'sha bilsangiz o'sha post trainingda bizlarda reinforcement learning from human feedback degan narsa bor edi. Keyin boshqa mustahkamlovchi o'rganish kirib ketadi-da ichiga. O'sha kirib ketib, buni kompleks qilib tashlaydi. Xo'sh. Bu yerda o'sha cold start qilinib o'sha reasoning o'rgatilinadi bu yerda. Long chain of thought qilinib boshlanar ekan. Keyin reasoning model qilib, reinforcement learning qilinadi. Keyin thinking mode fusionda bo'lsa, o'sha thinking mode fusion o'sha model javob chiqaryapti. Javob chiqarayotganda juda ham ko'p reasoning token ishlatmasin. Kamroq ishlatish uchun bu yerda o'sha nima deydi, thinking context qilib qo'yadi. Mana shu thinking contekstni kamaytirib qo'yadi. Men bu ko'rayotgan narsalaringiz qiyin narsaga qiyin deb ko'rinishi mumkin yoki bo'lmasa tushunarsiz. Men bular просто token modelga yordam berishga. Bu user degani, userdan so'ng queryda bu user yozgan narsa chiqib keladi, o'sha promptni. Keyin u tugaydi, keyin assistant javob chiqarish kerak bo'ladi bu yerda. O'sha assistant chiqarayotganda birinchi thinking deb boshlab ketdi, keyin faqat o'ylash modeli, o'ylash anosi ishga tushadi. Funksiyasi ishga tushadi, faqat o'ylaydi. Faqat bu chegaralangan. Masalan aytaylik, faqat 1000 ta token chiqarasan, undan keyin tugaydi thinking modeli. Keyin o'sha thinkingni tugatamiz. Tugatgandan so'ng yana buni qaytib berganimizda, okey, bu tugagan ekan-ku, tugagandan so'ng biz endi haqiqiy javob chiqarishim kerak deb keyin ketadi, bu yerda chiqarishni boshlaydi. Mana shu thinking modelni olib, bular o'sha thinking context nima deydi, fix qilib, o'shani bizlar nima deydi, unified qildik deb chiqdi o'sha ko'rinishda. O'sha reasoning xohlagancha emas, reasoning biz aytgan o'sha limitgacha ishlaydi, undan keyin ishlamaydi. Bu degani, men limit qo'yaman, model train bo'layotganda o'sha limitdan olib chiqib ketmaydi. Limitdan chiqib ketmasa, bu nima degani? Model tezroq train bo'ladi. Bu degani model nima deydi, ko'proq narsa ko'ra oladi va qisqa vaqt ichida ko'proq train qilamiz. Bu yerda non-thinkingda o'sha bu yerda keyin no-think degan narsa ham qo'shilinyapti bu yerda. O'sha non-thinkingga shunaqa no-think ham bor, bu yerda think bor. Shunday. Bu yerda strong to weak distillation bor. Distillation men qilib ko'rmadim hali. Asosan bu yerda asosiy mavzu shundaki, bu yerda bizda katta model bor. Buni ustoz deb olaylik. Keyin bizlarda student model bor. Ustoz model juda ham ko'p narsa biladi. Student model kam narsa biladi, juda ham kam narsa biladi va o'ylash doirasi ham kichkina. O'sha kontekstdan deylik. Va bizlar mana shu base model chiqarayotgan javobni olamiz.
o'sha chiqqan javobni va Bambi bergan javobni olib bizlar qanaqadir loss qilib bizlar back propagation beramiz. Back propagation berib o'sha base modelni vetlarini tune qilamiz. Asosan shu va bu yerda juda ham ko'p narsa qilsa bo'ladi. Bu juda ham ko'p narsa qilsa bo'ladi, o'rgansa bo'ladi. Bu yerda ko'p tryuklari ham bor. Endi asosan mana bu yerda endi men buni tushuntirib o'tay. Qanaqa men bu RL HF ishlaydi yoki mana qanaqa bizlar mustaqil rivojlanish o'rganishni olib kiramiz bu yerga deb hozir shuni tushuntirib beraman. Olib kirsak bo'ladi. Bilsalaringiz, mustaqil rivojlanish o'rganish bu juda ham eski soha. Juda ham eski emas, endi yaqinda chiqqan, lekin anaqa o'zgarishlar kam u yerda. O'sha sohada bizlarda reward model bo'ladi, bizlarda policy model bo'ladi va bizlarda reference model bo'ladi. Keyin value model bo'ladi. 4 ta model borda. 4 talasi ham odatda LLM. Policy model bu bizning modelimiz. Bizlar o'sha modelni align qilmoqchimiz, o'rgatmoqchimiz. O'sha model o'rgansin, o'sha yangi o'zini back propagation qilib o'zini yangilasin vetlarini, odamlarga yoqadigan qilib yoki bizlar javob berish oson bo'lishi uchun. Xo'sh, bizda o'sha base modelimiz, o'sha policy modelimiz javob chiqaradi. Javobi nima? Javobi prosta o'sha text, to'g'rimi? O'sha tekstni evaluate qiladi qolgan modellar. O'sha chiqqan tekstni birinchi bu reward model evaluate qiladi. Keyin bo'lsa reward modeldan chiqqandan so'ng o'sha reward modelni chiqish rewardiga qarab bizlar loss function tayyorlaymiz. Bu yerda value function bor. Value function bo'lsa o'sha modeldan chiqayotgan javobni emas, modelga berilayotgan javobni oladi degan, deydi degan ana beradi, value beradi. Skor beradi. Bu ham reward deylik. Endi reward emas, qanaqadir integer raqam beradiki, u o'ylaydiki bu model shunaqa chiqaradi deb. O'sha value function, value model. Okay, bizlarda bor. Nima bo'ldi hozir? Bizlarda reward model bor, keyin bizlarda value model bor. Ikkalasi ham integer chiqaradi. Qaysiki birinchisi qanchalik zo'r chiqardi? Reward qanchalik zo'r, to'g'ri, consistent chiqardi. Ikkinchisi bo'lsa, kiritgan input'i mana shu model shunaqa, mana shu modelni qiymati shunaqa deb chiqaradi, value function. Bizda shunda reward bor, keyin value function bor, keyin bu yerda reference model bor. Reference model bu muzlatilgan policy model deylik, muzlatilgan. Bu hamisha javob chiqaradi, lekin u bo'lmaydi, update bo'linmaydi. Shunchaki oddiy javob chiqaradi. Buni maqsadi mana bu policy model train bo'layotganda ketib qolmaslik, uzoqroqqa ketib qolmaslik yoki bo'lmasa reward modeliga qarab o'zini ko'proq ixcham qilib olmasin degan, u umumiy ishlab tursin, o'sha distributionini qilinib o'sha reference model kerak bo'ladi. O'sha reference modeldan chiqayotgan javobni va policy model berayotgan javobni olib bizlar KL divergence hisoblaymiz. KL divergence hisoblab bizlar o'sha loss functionga qo'shamiz. O'sha narsani loss functionga. Qaysiki seni distributioning bilan seni distributioning o'zgarib ketmasin, ko'proq yaqinroq bo'lsin deb o'sha loss function tayyorlanadi. Keyin o'sha loss functionni bizlar minimize qilishga harakat qilamiz. Shu mana shu yerda bu yerda model, bu yerda reward model bor dedim, bu yerda value model bor dedim. Bu ikkalasi policy modelni evaluate qilishga yordam beradi va bulardan chiqayotgan javobni bizlar loss functionga tiqamiz. Sal boshqacharoq qilib tiqamiz. Bu odatiy reinforcement from human feedback deb ataladi. Classical. Lekin bilsangiz, DeepSeek unaqa qilgani yo'q va GRPO degan narsa chiqib ketgan. GRPO uni yozishim kerak, menimcha yozganim emas. GRPO degan narsa chiqqan. Masalan, GRPOda bunaqa complicated narsa yo'q. Buni kamaytirgan, buni yo'qotib tashlagan desak bo'ladi. Qaysiki mana bu reward model bilan policy modelda olib tashlaydi. O'sha kerak emas deydi bizga. Uni hisoblamaylik deydi. Uni olib tashlab, o'rniga boshqacha qilib hisoblaydi-da. To есть o'sha model chiqargan javobni qarab, o'sha model chiqargan ikkita javobni oladi degan.
qaysi biri yaxshiroq deb e, anov beradi. Nima deydi? Kichkina bitta model train qiladimi yo qanaqadir rule based bir qanaqa funksiya bo'ladimi? O'shani tayyorlanib, qaysi javobi to'g'riroq deb o'sha bitta anov set yig'adi. O'sha setni yig'gandan so'ng back propagation qilinadi degan o'sha modelni update qiladi. Bu tezroq bo'ladi va og'ir headache'lari kamayadi. Ushbu Qwen aytmoqchi bo'lganimni aytdim. Xo'sh, Google Colabga o'tamiz, mashqqa o'tamiz. Bu yerda link ishlamayapti ekan, hozir o'nglaymiz. Xo'sh, hozir Google Colab ishlatamiz. Google Colab bu bilmaganlar uchun kompyuter Google'da serverida bepul bizga GPU beradi. GPUlar soni turi ko'p. Biz bunga connect qilamiz. Mana bu tugmani bosib va tayyorski sizda model sizda anov bor. Nima deydi? Kompyuter bor. Va u bizga bepul 16 gigabayt VRAM beradi. 16 gigabayt VRAM bu GPUdagi RAMi. Va bundan ikkita beradi. Yo, ikkitami yo bitta beradi. Ikkita yo bitta. Xo'sh, buni asosan men o'sha mana bu ismi nima edi? Sebastian degan odam bor, Sebastian Rachkomi. O'sha odamning anosidan olib qilingan. Xo'sh, birinchi biz nima qilamiz? Birinchi bizga kerak bo'lgan o'sha fundamentni qurib olamiz. Qurib olgandan so'ng bizlar train qilgan modelni olib kiramiz. Olib kirgandan so'ng ishlashni ko'rsatamiz. Mana shu hozirgi praktika va o'rgangan o'sha teoriyani amalda ko'ramiz. Xo'sh, mana bu feed forward network. Bu yerda qarasangiz o'sha birinchi o'sha x kelyapti. Bizlar buni bitta linear layerga berdik, ikkinchi linear layerga berdik. Ikkinchi linear o'sha birinchi linear layer bu mana bu silu degan funksiyonga ketdi. Swiss boyagi Swiss. Bunga ketib bizlardan javob chiqqanini olib element wise ko'paytiryapmiz unga. xfc2 ga ko'paytirib bundan chiqqanini 3-ga beryapmiz. Mana bu necha desalaringiz bo'lar? Bular odatda 1024 yoki bo'lmasa bu bo'lsa boshqa, yana bu yerda boshqa. Bu sal chuqurroq bo'ladi odatda. Mana shu feed forward network. Nima bo'lyapti bu yerda? Xato deyaptimi? Okey, to'g'ri. Feed forward network xuddi shu. Identical. Feed forward tayyor. Xo'sh, bu yerda RMS norm aytdik va bu yerda aytgandek o'sha nima bo'ladi? Normalization qilardik. L2 norm qilinib va uni bizlar scale qilardik. Mana bu yerda scaling beryapmiz. Bu yerda x ni ko'paytirib torch root mean square beryapmiz variance ga. O'sha nima deydi? Normalize qilyapmiz. Oddiy qilib aytganda. O'sha x ni ko'paytiramiz. O'sha chiqayotgan o'sha x ni bizlar normalize qilib, o'sha normalize keyin scale beramiz, bo'ldi. Shift odatda ishlatilmaydi. Keyin bu tayyor bo'lgandan so'ng buni run qilamiz. Mana bu ROP implementation. ROPda bo'lsa ROPda bizlarda o'sha mana bu yerda bizlarda o'sha 10 mingta nima desam bo'ladi? 10 mingta har xil narsa sig'dirsak, har xil angle qilsak bo'ladi. Context length 4090 ta bo'lsa, mana bu limiti, o'sha relative difference limiti context length deylik. Va buni bizlar o'sha
positionga aylantiryapmiz, arrange qilib o'sha har xil positionga qo'yib chiqyapmiz. Position qilib chiqqanimizdan so'ng buni bizlar unsqueeze degani bu yana bitta qo'shimcha dimension o'rtaga qo'yapmiz. Keyin bu yerda bitta inverse frequency formula. Keyin o'sha chiqqan angle-ni bizlar concatenate qilamiz. Qaysiki bizlar o'sha rotation o'sha bu high dimensional-ku. High dimensionalni hammasini bizlar almashtirishimiz kerak emas. Yarmini yo qanchadir qismini bizlar o'sha almashtirsak o'zgartirilgan bo'ladi-da, o'sha high dimensionda qarasak. O'zgartirilgan bo'ladi. O'shani qilib, o'shandan keyin o'shani concatenate qilinib, keyin sinus cosinus beramiz. O'sha bu yerda sinus cosinus beriladi, keyin robni apply qilamiz. Robni apply berib o'sha mana 2 ga bo'lamiz. Birinchisini birinchisi emas, bu qanchadir qismini o'sha sinusga kosinusga beramizmi? Hozir. Bu yerda hozir birinchisini sinus bilan o'zgartiryapmiz, ikkinchisini kosinus bilan o'zgartirib, keyin oxirida qo'shyapmiz. Qo'shib keyin mana shu rob chiqib kelyapti. Shu rob chiqib kelyapti. Xo'sh, robni ham run qilamiz. Bu group query attention. Bu yerda tushunish kerak bo'lgan narsa shuki, men tushuntirdimki, qiyin qilib unaqa tushunarsiz qiladi anavda. Head degan narsa bor, query'ni headlari ko'p, keylar bilan value'ni headi bo'lsa kam dedim, to'g'rimi? Praktikada bo'lsa unaqa o'zgartirish kerak emas, chunki unaqa qilgandan ko'ra mana bu yerda qarasangiz head number bor, keyin head dimension bor, keyin the out bor. Mana bu query bo'lsa, query'ni weight'i bo'lsa, size'i boshqacha, buni size'lari boshqacha. Ikkitasining size'i boshqacha. Buni size'i katta. Bu degani mana bular kichkina, headlari kam, buni headi to'ppa to'lis va shundan olib keyin bizlar keyin bo'lsa bizda o'sha output projection bor. Bu ham bitta linear layer. O'sha chiqqan javobni, outni anaga nima deydi? Input dimensioniga to'g'rilab qo'yadi. Aytilganidek o'sha query key norm qo'yiladi bu yerda. Ishlatilgan o'sha bu RMS norm va mana bu yerda forward funksiyasi o'sha kelayotgan x keladi, bunga ko'paytiriladi, bunga ko'paytiriladi, bunga ko'paytiriladi, keyin bular reshape bo'ladi. Reshape bo'linib o'sha number of tokenga bo'linadi, kiwi grupga bo'linadi, keyin buni normalize qilinib, keyin rob qo'yilinadi. O'sha query'ga va keyga. Query'ni dimensioni boshqacha, key'ni dimensioni boshqacha, e'tibor berish kerak. Va mana bu cosine sinus bu predefined narsa, predefined o'sha periodic frequency. Keyin bo'lsa o'sha bizlar mana bu yerda key bilan anodi ko'paytiramiz value'ni o'sha headni match qilishga. Keyin uni attention qilamiz. Attention nima? O'sha query key ko'paytmasi, keyin mask beramiz, keyin uni softmax berib, keyin value'ga ko'paytiramiz. O'shandan chiqqan value'ni o'sha bu kontekstni yana bitta linear layerga beramiz. O'sha linear layerdan chiqqan dimension mana bu x ga to'g'ri keladi. Kirayotgan x ning dimensioni mana bu chiqayotgan anoda dimensioniga to'g'ri keladi. To'g'ri kelishi kerak, chunki bilsangiz o'sha juda ham ko'p tokenlar bor, juda ham ko'p bloklar bor, o'sha bloklar ishlash kerak scale qilganda. Va mana shu narsalar, attention, mana bu query, rotate, position embedding, feed forwardlar hammasi bo'linib bitta blokka yozamiz. Bu blokda o'sha attention bor, norm bor va feed forward bor. Va bizlar o'shani berib hisoblaymiz. Va bu yerda skip connectionlar muhim rol o'ynaydi. Skip connection kerak. Skip connection berilib, ko'paytirilib, mana shu bitta blok ham buni ham run qilamiz. Endi bizda blok bor.
Endi Qwen nimadan Qwen nimadan tashkil topgan? Bloklardan, o'sha bloklardan. Endi o'sha bloklarni nomi anosini ko'paytirilib, raqamini ko'paytirib, bizlar o'sha bitta empty yoki initial Qwen yaratamiz, Qwen model yaratamiz. Keyin unga import qilamiz weightlarni. Transformer block, embedding layer, keyin bo'lsa mana shuni run qilamiz. Bu yerga kiradi tokenlar, chiqadi logit. Bizlar hozir Qwen'ni eng kichkinasini ishlatyapmiz. Bu 0.6 bo'lishi kerak, 0.6. Mana bu yerda qarasangiz 151 mingta, 152 mingta vocab size degani 152 mingta independent emas, unique tokenlar bor. Context length bu shuncha bir vaqtda kiradi. Embedding the dimensioni 1024. Head shuna number of head 16 ta, layerlar 28 ta va hokazo. Xo'sh, modelni yuklab oldik. Modelga biz tensor beramiz. Mana query javob beradi. Shu anaqa random javob beradi. Bu o'sha chiqqan javobi bu aslida bu o'sha keyingi token. Keyingi token va men bu helper funksiya buni yashirishim kerak, yashirmayapman. Shunchaki nima deydi, ichida nechta parametr borligini hisoblab beradi. Bu keraksiz, miyani qotirish kerak emas. O'sha modelda 5064 gigabayt, bflop 32 16 bo'lsa 2.82 gigabayt. O'sha modellarda saqlayotganda anisi borda, har bir raqam o'zini bayti borda, bayt bor. Masalan, bu yerda raqamlar uzun bo'ladi va o'sha raqamlar 4 bayt bo'lib saqlanadi xotirada yoki bo'lmasa 1 bayt, 2 bayt. Bayt emas, bit. 1 bit, 2 bit yo bayt bo'lishi kerak. Bayt 2 bit, 4 bit yoki 16 bit shunaqa qilib ketadi va bflop 16 bu atiga 2 bit, atiga 2 bitda ishlaydi yoki 2 baytda ishlarmidi? Juda kam ishlaydi. Muhimi shuki, bu bundan kam. Shuning uchun qachonki bizlar flop 16 ga o'tkazganda bu modeli 2 barobar kamayadi. Chunki bu 16 dan 32 dan 16 bu 2 barobar kamayish degani. O'sha raqam, o'sha o'zgarish bor. Va bilsalaringiz, quantized model deydi, quantized deydi. O'sha quantized o'sha mana bu odatda floatlarni o'shanaqa qisqartiradi. Kamaytirib 16 qiladi yo undan da kamaytiradi. Xo'sh, mana bu funksiya, bu Qwen'ga bizlar weightlarni qo'yib chiqamiz. Bizlar birinchi modelni yuklab olamiz, Hugging Face'dan. Yuklab olgandan so'ng o'sha nima deydi, har bir layer qilinib, har bir layerga bizlar qo'yib chiqamiz modellarni. Weightlarni. Xo'sh, birinchi download qilaylik. Keyin yana bitta zonasi Google Colab ishlatishdan, bu internet tezligi juda ham tez. Va qarab o'tirmaysiz, xotiram to'lib qolmadi deb. Xo'sh, model yuklab oldik. Endi bo'lsa bizlar tokenizer yuklab olamiz. Tokenizer adashmasam, bu tokenizer Qwen 2 da ham ishlatilgan tokenizermidi? Mana shuni aniq qilaman. Okay. Anyway, tokenizer yuklab oldik. Mana bu tokenizer o'sha nima qiladi desangiz, bu shunchaki o'sha berayotgan tekstni oladi. O'sha tekstni bizlar qaraymiz. Okay. Mana bu aniga to'g'ri kelyapti, tokenga to'gri kelyapti deb tokenni almashtiramiz. Token berib almashtiramiz. Mana men prompt yozib chiqdim, yozuvdim. 3 ta. Hozir 0 da qaraylik. Birinchisidan qaraylik. Prompt list. Okay. Xato. Okay.
prompt listga qarasak, okey, birinchi prompt kirdi. O'sha mana bu explain degan so'z ko'p ehtimol bilan o'sha mana bu katta son bo'lib ketyapti. Uzun son bo'lib ketyapti. Odatda uzun son degani bu o'sha nima deydi? Oxirrog'ida chiqqanda bu oxirrog'ida chiqqan token. Shunaqa raqamga to'g'ri keldi. Keyin bu raqamdan bizlar model uchun kiradigan o'zi strukturasi bor. O'sha strukturaga kirgizdik. O'sha strukturani endi mana bu tokenlarni bizlar kirgizamiz. Yo'q, adashma. Mana bu I'm start, mana shu bu I'm start. Start of the sentence bo'lib o'sha mana bu bunga to'g'ri keladi. Boshlamas ekanmiz. Xo'sh, keyin bu yerda yana bitta helper function. Bu yerda function bu modelni run qilamiz va bu yerda bo'lsa o'sha streamni kuzatib beradi. O'sha token kirdi, token chiqdik, uni qo'shdik, yana tiqdik, yana chiqdik, qo'shdik. O'shani qo'yib ber, o'shani yozilgan versiyasi. Mana shu yerda yana yozilgan. Xo'sh. Hozir u syncing modda, hozir endi nima deydi? O'sha ishlayapti model, hozir ketyapti. Bizlar modelda eng kichkina modelni ishlatyapmiz va odatda bu model nima deydi? Sog'lom model bo'lmaydi. Nima deydi? Edge case'larga yomon ishlab qo'yadi. Endi hozir yomon ishlashi mumkin. Chunki men prompt o'zgartirganman. Hozir syncingni tugatish kerak-da hozir bu yerda. Hozir syncing tugamayapti bu yerda. Mana shu syncing ketyapti, o'ylab qaror qilib. Bunda hozir qanaqa qilib men buni limit qilsam bo'ladi? Limitini qanaqa qilsa bo'ladi? O'sha limitini qilsak bo'ladi. Hali ham qaror qilolmadi. Orada qarasangiz hozir sekinlashib qoldi model. Hadi sekinlashib qoldi. Nimaga sekinlashdi? Qayerdadir juda ham ko'p vaqt sarflayapti. O'sha kivi cache kattarib ketib, hozir hisoblashga yanada nima bo'lyapti. Kivi cachedan narsa olish qiyin bo'lyapti hozir. Okey, bu model ishlamayapti. Ishlamaydi deymanda. Okey, ishladi. Mana syncing qildi, syncingni tugatdi. Tugatgandan so'ng endi oxirgi javob chiqaryapti. Common complexity measure of information content of the string representative minimum. Okey. To'g'ri javob beryapti. To'g'ri javob bermoqda. Lekin men bu modelni o'zbek tiliga sinasam, umuman ishlamadi lekin. O'zbek tiliga sinavdim. Syncing qiladi, keyin bo'lsa tushunmaydi.
okey, 3 ta token sekundaga chiqaradigan bu tezligi kamayib ketgan. 2 GB memory ishlatgan. Hozir buni qarang. Hozir mana syncing mode ishladi, syncing mode qildi. Keyin oxirida o'ylagandan so'ng o'sha keyingi token, okey, keyingi token ham syncing to'xtatish deb to'xtatdi. Undan keyin o'zi qaror qilib o'sha orqasidagi o'sha nima deydi, ma'lumotlarga asoslangan holda keyingi chiqardi. Nima deydi? Final javobni chiqardi. Uni o'zbek tilida qilamiz. Geometriya nima? Nega menga tushuntirib ber. About what geometry is and wants to know if they can learn it quickly. Lekin qoyil, hozir tushundi. Hozir geometriya nimaligini tushundi. Hozir syncing mode ishlayapti. Syncing mode tugatdi. Max tokenni qiymatini kamaytiring. Mayli, kamaytiramiz. Endi bu yerda max new token bu 500 ta degani faqat 500 ta token chiqara oladi kelgusi. Bo'lmasa nima deydi? Kesiladi deyilgani. Mana bu yerda prosta max token olamiz. Prosta mana shu max tokenga olib, prosta modelga berib, o'zimiz kontrol qilyapmiz buni. Model o'zi decision qilmayapti bu yerda. Xo'sh, bu yerda muammo model javob bermayapti. Modelda javobi juda ham past. Geometriya nima ketdi shu bilan. O'zbekchada ishlanmadi bu. Lekin buni kattaroq versiyasi o'zbekchada ishlaydi menimcha. O'zbekchada bundan zo'r ishlaydi. Hozir shuki, bu o'ylayapti, keyingi tokenim nima bo'lsin deyapti-da. Keyingi tokenim o'sha boblarga qarab, bunga qarab faqat nima chiqaryapti-da. Bu yerda qanaqadir limiti bor ekanda bu yerda bu modelda. Model bu tarafroq o'ylolmayapti, bu tarafga qarab o'ylolmayapti degan. Faqatgina o'sha nima degan anavi embeddingmi o'shanga yaqinlashib ketyapti. Endi buni qayerda muammo desa, bu yoki pre-trainingda muammo bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa o'sha reinforcement learning from human feedback joyida ham muammo bo'lishi mumkin. Lekin reinforcement learningdagi muammo u kam probabilistik, chunki ingliz tilida ishlayapti, o'zbek tilida ishlamayapti. Xo'sh. Keyin uchinchisini rang qilib ko'ramiz. Kerakligini topolmayapti. Короче, bu yerda muammo shuki, tokenizer muammo.
hozir biz mana shu tokenni tokenizer deyapmiz adashimiz. Yo'q, Qwen 3 tokenizer. 3dagi tokenizer. Ko'cha asosan nimaga ahamiyat berish kerak? Mana shu yerdagi mana bu tokenizer, config va vocab mana bular, keyin mana bu merges, bu shu tokenizerga tegishli bo'lgan narsalar. Lekin buni yangilagan bo'lsa, to'g'rimi? 11.4 gigabayt. 11.4 megabayt. Yo, boshqa. Yangilashgan. Meni noto'g'ri, gipotezam noto'g'ri. Hipotezam noto'g'ri. Bu o'zbek tilini tushunmadi. Bu model. Endi yana bitta narsa buki, biz bu model distilled qilingan model va bu distilled qilingan model shuki, bizda modelda sayzimiz, bizda modelimiz ustozidan o'rgangan, haqiqiy ma'lumotni ko'rmagan, haqiqiy anodni ko'rmagan. Haqiqiy o'zbek tokenlarida deymizmi, o'sha bu taraflarga train bo'lmagan deb hisoblasagan bo'ladi. Mana shu. Bu ishlamadi, do'stlar. Ishlamadi. Xo'sh. Bu yerdan oladigan maqsadim, bu yerdan oladigan umumiy narsa nima? Bu yerda bunaqa activation function ketyapti. Partial. Bu yerda RMS ishlatyapmiz. Bu yerda rob degan positional embedding ishlatyapmiz va grouped query attention ishlatyapmiz. O'sha asosiy narsani ko'rdik degan umiddaman. Bu yerda modelni load qilyapmiz. Tokenizer bo'ldi. Xo'sh. Tokenizerni oldik. MOU. Hozirgi ishlatganimiz bu MOU emas. Kam data train bo'lgan o'zbek tilida. Bu ham bo'lishi mumkin. Korotch, dense layer bildik. Dense layer bu shunchaki bitta layer, feed forward network. MOU bo'lsa bu bir nechta. 100 ta bo'lishi ham mumkin. 100 ta. Keyin actual output. Output ko'rdik, o'sha token bo'ladi. Tokenni keyin nima deydi, qaytadan o'ziga tiqamiz. Keyin bu yerda bitta muhim narsa bor. Ko'p odam aytmashi mumkin. Kiwi Cache degan narsa bor. Kiwi Cache'ni yaxshilab tushunish kerak. Kiwi Cache'da bizlar modelni tezlashtirish uchun Kiwi Cache ishlatamiz. Aysiki bizlarda o'sha keylarni, query'larni, uni oldingi key va query'larni biz saqlab qo'yamiz o'sha cache'da. Va keyingi safar bizga kerak bo'lganda o'shalarni bizlar ularni o'sha anoddan o'tkazmaymiz, nima deydi? Boshqatdan yana o'sha linear layerdan o'tkazmaymizdan ularni o'zini ishlatamiz. O'sha concatenate qilib, davom etib ishlatamiz. Bu bizlarga o'sha tezlikni ta'minlab beradi, o'sha Kiwi Cache. Keyin flash attention degan narsalar bor. Biz eshitgan bo'lsalaringiz kerak. Flash attention bor, flash attention 1, 2, 3. Ularning maqsadi masalan mana bu yerda ko'rasiz, o'sha bu GPU da, mana bu GPU. Ularning maqsadi o'sha Kiwi Cache'ni yoki o'sha modelni qaysidir weightini mana bu yerdagi cache'larga saqlash. Mana bu L2 cache yoki bo'lsa mana bu yerda ham bitta cache bor, mana bu yerda ham L1 cache bor. O'shalarga saqlab, o'shalarni tezroq retrieve qilib hisoblash o'sha attentionni. O'shanaqa tasavvur qilingizlar, o'sha flash attention 1, 2, 3, o'sha mana shu generation. U yerda algorithmic improvement yo'q, u yerda o'sha engineering trick deylik.
o'sha bizda GPU bor, uni memorisi limit. Biz o'sha limitga qarab biz o'sha attentionni bo'lib chiqamiz. Shunaqa flash attentionni qarasak bo'ladi. Xo'sh. O'zbek LLM. O'zbek LLM. O'tgan yili eshitgan edim men ham O'zbekiston National LLM quryapti deb 2016 avgustda qo'yilgan ekan. Mana bu yerdagi graf bu open source. Open source o'sha Hugging Face'dagi open source datalar o'sha tahrirchidan va qolgan odamlardan chiqqan. Bu blog o'sha Humblebee'dan o'sha aytib bergan qanaqa modellar bor. Bizlarda bu yerda yo'q narsa bu o'sha reasoningni fine tune qilishga bizga data yo'q. U nima sekretdir yoki qaysidir kompaniya qilgandir, qilib bo'lgandir yoki qilinmagan. Ishqilib mana shu data qilish kerak. Buni translate qilsa bo'ladi boshqa tildan ingliz tilidan o'zimiz tilga. Ishqilib mana shu narsalarni men tushuntirib berishga harakat qildim. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kamchiliklar juda ham ko'p menimcha. Bitta narsalarni noto'g'ri aytgan bo'lishim mumkin, bitta narsalarni sal chalkashib tushuntirgan bo'lishim mumkin. Kimda qanaqa savollar bemalol yozingizlar yoki aytingizlar. Xohlasa javob topasiz. PPTni o'zlashtiradingizmi? Biror pejdan shunday PPT topsak bo'ladimi self study uchun yoki faqat research paperlar o'qib berasizmi? Men bir maqsad beraman. Ammo cheat sheetda. Bu nima deydi? Umumiy obzor qilib bergan. Men asosan o'qiyman, nima deydi? Blog post o'qiyman. Chunki blog post o'qish endi paper bilasizlar, paperda o'qish muammoda, chunki paper o'qish qiyin va odatda paper yozayotgan odamning maqsadi nima? O'sha convince qilishda, o'sha nima deydi? Reviewerda boshqalar convince qilish. Shuning uchun juda ham ko'p narsalarni tiqib tashlaydi. Kerak narsalarni tiqadi, bir narsalar o'ynatadi. Ishqilib bu yerda umumiy maqsadni olib qolish sal qiyinda paperda. Blog postda bo'lsa yoki bo'lmasa nima deydi, qanaqadir lectureda bo'lsa, uni olib qolish osonroq, tushunish osonroq. Qaysiki umumiy muhim mavzuni olasiz, tushunib olasiz, o'sha mavzuni tushungandan so'ng kerak bo'lsa o'sha paperga bitta o'tasizdan yana ko'proq tushunib olasiz. Kodni keyin share qila olasizmi? Kod share bo'ladi, kod hammasi BBC share qilinadi. Data train. Endi yana keladigan bo'lsak o'sha nima deydi, anonlarga, muhim joyga. Hozirgi mana bu yerdagi eng nima desa bo'ladi? Eng qiziq narsa bu mana shu Arial HFda. O'sha Arial HFdagi joy menimcha eng nima deydi, yuragi deymizmi, o'sha eng muhim joyi, jigari deymizmi, yuragi deymizmi? Mana shu alignment joyi eng muhim. Keyin hozir masalan qarasangiz, men boshida aytib o'tdim-ku, System 1, System 2, System 3 bo'lib ketyapti. O'sha rivojlanishdan qarasangiz, bizga haqiqatan ham pre-trained fully o'zbek tiliga model kerakmi, kerak emasmi degan savol paydo bo'ladi. Chunki System 1da bildik, next token prediction qilyapti, prosta prompt chiqaryapti. System 2da nima? Thinking model bo'lyapti. System 3da nima desangiz, u o'zi operatsiya qilyapti. O'zi bitta operatsiyani nima deydi, boshidan oxirigacha qilyapti. Masalan, o'sha kod modelni olaylik, boshqa narsani olaylik. Kerakli paytda o'zi search qiladi-dan, olib kiradi-dan, keyin chiqaradi javobni. Tugaydi. O'sha agentic bo'lib ketayotgan bo'lsa, bizga haqiqatan ham noldan train qilish o'sha o'zbek tili uchun kerakmi degan savol paydo bo'ladi. Ha yoki yo'q ham bo'lishi mumkin bu savolga javob. Va eng muhimi shu Arial HF.
Biror yaxshi structured book rekommend qila olasizmi? Ketma-ketligi bormi kitoblarni? Structured book. Kitob maslahat bera olmayman, lekin men bu Sebastian Rachkani o'sha LLM oid bo'lsa, Sebastian Rachkani o'sha kitobi bor, LLM from scratch degan. O'shani maslahat berishim mumkin. AI uchun bo'lsa, AI uchun shunchaki nima deydi? Deep learning from deep learning o'qing. Mana shu kitobni o'qing. Introduction. Mana bu kitob ham zo'r ekan. O'qiganim yo'q, lekin nima deydi? Yaqinda bilib oldim. Zo'r kitobga o'xshayapti. Ana nima deydi? Overview berishga, general overview berishga. Hozir boshidagi savolga o'taylik. O'rtoq do'stimiz nima dedi? O'sha positional embedding bilan robot farqi. Positional embedding u absolute hisoblanadi va boshida hamma embeddingda o'sha absolute bo'ladidan keyin ketadi. Robotda bo'lsa faqat key bilan value'ga beriladi va u nima deydi? Anavi local desa bo'ladi. O'sha localda qoladi, bo'ldi. Localda qolib hisoblanadi, bo'ldi. Bizga o'sha attention ichida kerak o'sha bir-biriga yaqinligini bilish, qolgan joy kerak emas. O'sha o'zgartma. Keyin back of words embedding back of words yoki bo'lmasa back of words yoki positional embedding yoki boshqa embeddingni farqi yo back of words bizga nimaga kerak? Back of words qanaqa train qilsak bo'ladi o'sha moslashtirishga? Back of words adashmasam back of wordsda nima edi? O'sha bu yerda parametr bor, weightlari bor. U weightlar o'sha weightga qarab yangilanardimi? Chunki bu yerdagi embeddinglarda ularda weight yo'qda, bularda weight yo'q. Bular shunchaki o'sha high dimensiondan olib kelayotgan o'sha bitta joydan olib kirinadi o'sha high dimensionda. Shunchaki tuning bo'ladi, bo'ldi. Back of wordsda menimcha bo'lsa kerak. Nima deydi? Model train bo'lsa kerak. Xo'sh, hammaga kattakon rahmat. Men bu narsani qilgan edim. Bu nima deydi? Kelajakda yanada rivojlanishga, yanada nima deydi? Zo'r olib chiqishga ma'lumotlarni, o'shaning uchun iltimos qolardim o'sha men bu feedback berib yuborsalaringiz. Xo'sh, bizda hali 18 minut vaqt bor. Kimda qanaqa savol bo'lsa yozsa bo'ladi yoki nimadir diskas qilmoqchi bo'lsa gapirsa ham bo'ladi. Muammo yo'q.
Rekording berasizmi? Rekordingni xudo xohlasa YouTube'ga joylanadi yoki bo'lmasa Telegramga joylanadi. Menimcha rekording qilayotgani uchun savol belgilasi kelmayotgan bo'lsa kerak menimcha. Rekording o'chiraymi? Hozir xotiramni tekshirib olaydi. Bo'lmasa men stop screen share to'xtataman. Sekin bo'ladi. Unda hech qanday savol bo'lmasa, hammaga kattakon rahmat tushunganlaringiz uchun. Mm. Chiqib ketsangiz ham bo'laveradi, agar xohlasangiz. Mhm, mhm, mhm.
Bo'lmasa hammaga rahmat. Men o'chiryapman Zoom'da.